Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bag'ot aka-uka avtosavdo kanali obunachilari, bugun 2025-yil 3-oktyabr navbatdagi savdomiz Nexia 1 mashinamiz bo'ldi. Sonstrad 2005-yilda ishlab chiqarilgan mashinamizni Qoraqalpog'iston Respublikasi Magnit rayonidan berdik. Og'amiz ijtimoiy tarmoqdan ko'rib kuzatib shu mashinamizni ko'rgan ekanlar. Naqd pul shitir 30 million so'm bo'ldi savdomiz. Rozimisiz? Arzon. Rahmat. Like bosib kuzatib boradi ekanlar. Bag'ot aka-uka avtosavdoni geldilerine chiroyli savdolarimiz qilib berdik. 2005-yilda ishlab chiqarilgan mashinamiz naqsh tirpla 30 million so'm berdik mashinamizni. Magnita. Metan gazlari bor. Tayyor holatdagi mashinamiz 30 million so'm naqd pul bo'ldi. Mashinamiz barter hisobida yo'adi. 30 million so'm aldık, 30 million so'm o'zini pulini berdik mashinamizga. Kuzatib boraverasizlar, yangiliklar bo'lsa qilib qo'yib boraveramiz. Sotiladigan mashinalaringiz bo'lsa bemalol kelsangizlar, şurada satıp veriş hizmetleri var. Gelişsek naqd pulga xarid qilib qolamiz. Rahmat kuzatib boruvchi obunachilar, sog' salomat bo'ling.